Bu qadamli darsdan foydalanib biz aqliy idrokliq filtr haqida to'xtalib o'tamiz. Ham bu narsa nima degan chog'da biz buni qisqartirib aqliy filtr yoki aqlli filtr deb atab qo'yaylik. Nima ishlatamiz degan chog'da buni tushunishdan burun biz oldindan bu rasmni tagligini ozod qilib. Men qulupni yechitish uchun alt knopkasini bosib turib, mousening so'l knopkasini ikki qatam bossam, bu avtomatik ishlab ketdi. Endi men buningga qolgan bir filtr usulini foydalanib filtrlay. Masalan, may bo'yoq rasmi deydi. Men buni qilib bo'lgandan keyin bu ostida ko'rinayotgan tanshaklar orqali men o'qishimga unumlarga erisha olaman. Masalan, men buni qildim, suzuklik darajasini tangshidim, pokizligini. Undan keyin buning cho'ng kichikligini tangshay. Men mushalat tangshidim. Agar mushalat menga yoqqan bo'lsa, men davomli jazmlashtirishni bilsam bo'ladi. Men hozir unumga erishib bo'ldim. Endi gap nima degan chog'da, masalan, men tuyuqsiz shu qarorimni o'zgartirib, asli men bu yerda bunday qilmay, pachqis qilsam bo'pti-ku deb qaror kelib qolgan bo'lsam, ya'ni asli rasm qaytmoqchi bo'lsam qanday qilmay degan chog'da, ham bu qaytish, masalan, men buni purslab chiqarib bo'lgandan keyin intayin qiyin. Yoki masalan, men buni ma'lum hujjat saqlab oldim. PSD oldi saqlagan taqdirda men buni asli rasm oldi akaplanmayman. Ammo bu odatdagi rasm qavitininki kamchiligi. Endi agar men buni keyin chekinib turaym, F12 ni bosib turib, rasm yangi holatga ichilgan ekeldim. Ekelgandan keyin men keyin taglikni ozod qilsam bo'ladi, qilmasam bo'ladi. Endi men buni 10 ni chekib turib, men bu holatda 10 ni chekib, aqliy idrok obyekt aylantirman deb bu knopkani chekib olsam bo'ldi. Va yoki filtrning ichidagi aqliy idrokliq filtrga almashtirish degan knopkani bosib olsam bo'ladi. Men buni chekib o'tgandan keyin qanday o'zgarish bo'lgan ogohlantirish bo'ladi. Men jazmlashtirib o'tdim. Jazmlashtirib o'tgandan keyin bu butunlayla aqliy idrokli obyektga aylanib ketdi. Ammo men bunga yana davomli filtrlash usulini qo'llanay. Masalan, yana may bo'yoq rasmi deganni qo'yib boqay. Ammo men buningda ma'lum tangshidim yoki mushalatni tangshib, mushalat bo'ladi ekan. Buningki qalamning cho'ng'ishligi, masalan, qattiqligi inchikkin alqılar degan tangshab bo'lgandan keyin yo'linishyapti. Men shularni tangshab bo'ldim, jazmlashtirib o'tdim. Jazmlashtirsak, bu rasmning ostida bir oq parcha maska qavatman bor. Uning ostida biz bergan filtr unumning borligini his qildik. Agar men yendagi ko'zni o'chirib olsam, butunlay asli rasmni holat ko'rildi. Maska altini o'chirib olsam-chi, yana o'xshashlar. Bundan keyin qarasak, buning o'ng taraf ostida bir kichik ko'znak bor ekan. Buni chekkandan keyin nima bo'ldi degan chog'da men qo'sh chekkandan keyin boyqi may bo'yoq rasmini oldiga keldim. Men bu yerda masalan mush doirani ko'rmoqchi, men mush doir akasam bo'ldi. Undan keyin buningki masalan har xil birikma andizalarni tangsam bo'ldi. Masalan, men bu yerda davomli o'xshashlar buni texnik qiyinlik qilsam bo'ldi. Yoki buni texnik oqatsam bo'ladi. Degandekchi. Andan keyin men buni jazmlashtirib bo'lgandan keyin buni qilsak aslidagi rasmning o'zgarish hosil bo'lganligini his qilamiz. Bu yer nima degan chog'da men buni asli o'zgartirayotganligim uchun boyaq filtr ko'rinmadi. Agar men yana buni normal olib ekib olsam, bizning filtr oldimiz keldi. Mushning asosan biz nurg'ulg'an jarayonlarni davom ishlatalaymiz degan gap. Endi bu aqliy idrok obyekt aylantiruvdek bo'lsa aylantirib olganimiz yaxshi. PSD oldi saqlagan taqdirdami, mush uchurlar har vaqt saqlanadi. Uning ustiga biz har vaqt chekib, mush ba'zi darajalarni xohlagancha o'zgartirib, undan keyin yana qayta saqlab olsak bo'laveradi degan gap. Mush orqali unumlarga erisha olamiz. Shunga endi lekin buning kamchiligi nima degan chog'da hamma shaylarni yoki hamma rasmlarni qilaversak, masalan, men buni aqliy idrok obyekt aylantirib bo'lgandan keyin filtr tizimlikni olsam, ba'zi tizimliklarningki kulranglanib turganligini his qildim. Bu nima degan chog'da ba'zi aqliy idrok obyektlarga bunday filtrlar mos kelmaydi degan gap. Lekin ko'pincha hammasiga mos keladi. Shunga siz amal bor, agar har vaqt tahrirlaydigan shu ishlaringiz bo'lib qolsa, amal bor aqliy idrok obyekt aylantirib olgangiz yaxshi. Endi biz ikkinchi misol qarab boqaylik. Hozir bu yerda bir bovoq bolaning rasmi turibdi. Biz filtr dedik. Filtr degan nima degan chog'da amaliyotda unum buyruqlari. Masalan, men asli rasmni o'chirib turib, men birinchi rasmni ko'rib boqay.
Da qarasak bu rasm butunlay o'zgarib ketdi. Asli barcha rasm bilan o'xshamaydi. Xuddi qalamni silib chiqqandek bir xil o'zgarish tuyg'u paydo bo'ldi. Bu nima degan chaqda men bu aslidagi rasmni aqliy idrak obyekt aylantirib oldim. Andan keyin bu projektni kengaytgan chog'imizda qarasak buningki filtr ambre deydi. Bu filtr ambre nereden kelgan degan chog'imizda buni filtr bergan chog'da unimizdan mana filtr ambre degan chekish orqali mush unim erishgan degan gap. Ben bu yerda uchratib turay, andan keyin men bu yerdan chekib, ashtam unimni berdim. Unim birinchi unim degan nima degan chog'da mana rasmlik e'lon chegaralash deydi. Boyliqqa san'atlik unimning ichida bor. Men buni chekib oldim, chekkandan keyin ustida buning tanishlashlari parametrlar bor. Biz buni muvofiq tanishsak bo'ldi. Masalan, qancha qilsak buning doirasi o'xshamaydi degan gap. Chegaralari andan keyin buning suzukligi degandekcha har xillarimiz tanishamiz. Agar biz ostidagi buni rasm e'lonlashtiramiz degan so'z so'rayversak, bu texmo g'ayriy bir xil shaklda kirib ketdi. Endi biz buni eng muvofiq deb qaragan holatda tanishsak bo'laverdi degan gap. Men bu unimni berib bo'ldim. Berib bo'lgandan keyin ostidagi unim orqali yangidan bir unim berish qobiliyatidan birini qursam bo'ldi. Qurib bo'lib ondan keyin men buningga yerda yana shu san'atli unimning ichidan yog'och o'yish degandek bu unimni berdim. Bu unimni bergan chog'da hozir bunday holat keldi degan. Men buning tanishlarni muvofiq tanishlash orqali oxiri shu biz boy ko'rdek mush holatga eklay oldik degan gap. Siz o'zingiz sinab boqsangiz bu o'xshamagan rasmlar unim o'xshamaydi. Muvofiq tanishlash orqali siz eng yoqtirgan unimlarga erishsangiz bo'laverdi. Ham uning ostidagi rasm qarasak hozir bu chaqmoq bir xil holat kelibdi. Bu qanday keldi degan chog'da buningmi unim amberdan qarab boqaylik. Qaragan chog'da buningki birinchisi yana o'xshashlar e'lonlashtirish unimini berdik san'atli unimning ichidan. Undan keyin men buningga yerim rasmlashtirish degan buni qilgandan keyin buning cho'ng kichikligini tanlasak bo'ladi. Masalan, buning tanishaklar orqali o'ng so'l surish orqali bu kataklarningki doiralarini cho'ng kichikligini tanishlaymiz. Andan keyin bu ostidagisi selektiv darajasi oq bilan qora. Masalan, o'ng surgan siri oq taraf texm oq, qora bo'lib ketdi degan gap. Undan boshqa men bu holatni masalan to'g'risimon holatda, tussiz holatda yoki yumaloq holatlarda o'zim tangsam bo'laverdi degan gap. Shu orqali o'xshamagan unimga erishalaymiz degan gap. Undan boshqa men keyingi rasmga qarab boqay. Buni qarasam bu yana bir xil unim. Buni qanday bergandimiz degan chog'da buningmi amber qarab boqaylik. Buning oldi bilan o'xshashlar yanalar e'lonlashtirish deganni beribdik. Undan keyin biz shaklni o'zgartirish degandan ichidan hozir bu unimni, uchinchi unimni bergandan keyin masalan holat keldi. Buningki darajasini tanishlash orqali o'xshamagan unimga erishalaymiz. Agar kompyuteringiz chaplamasi yaxshi bo'lmay qolsa yoki tuvan darajada bo'lib qolsa, buningga ba'zi unimni vaqtida ko'rishga biroz ta'sir qiladi degan gap. Men masalan surkash orqali yorug'lik darajasi deganlarni tanishsam bo'ladi degan gap. Undan keyin o'ng taraf, so'l taraf ostidagi orqali buni ham kichiklasak yoki cho'ngaytsak bo'ladi degan gap. Men buni qilish orqali buningki yorug'lik darajalarini tanishalayman, o'zimni eklalayman degan gap. Bu degandan keyin keyingi holat qarasak, bu xuddi qiyinlash qalam silib chiqqandek bir holat shakllanibdi. Buni qanday qildik degan chog'da buni ham qarab boqaylik. Buni qaragan chog'da bu xuddi rasmsiz qalam orqali chizgandek holat kelibdi. Mana buni orqali nima qilamiz? Masalan, men aslida unimni uchratib turay. Uchratgan chog'imizda buni kichiklatgan chog'da butunlay xuddi islamsizga o'xshash yoki boshqa bir xil unimlar paydo bo'lganligini his qilasiz. Buni o'zingizning ahvoliga qarab turib sinab boqsangiz, buning ostidagi har parametrlarning darajasini o'zgartirib boqsangiz bo'laveradi. Bundan boshqa biz bu holatlarni ko'rib boqaylik. Bu holatlarni o'xshamagan uslub orqali bergan buning nima degan chog'da mana bu unim allaqasidan sizma shu hujjatning ichidagi bu unim bo'lib, biz bu unimni nima bersak bo'laverdi. Masalan, buning cho'ngchiligini tanlasak bo'laverdi. Masalan, birinchisi rangning darajasi. Undan keyin keyinchalik oltaylik rangining keyinchalik
ranglarning farqlari. Undan keyin boshqa bu grafik shakllarninki har xil o'xshamaganlari. Masalan, bu holatda yoki rasm qog'oz oldida degandek o'xshama holatlar orqali ba'zimiz bo'laydi. Uning ustiga nurning tushishi, Mishlanimiz bergan chog'imizda, o'xshamagan unumni bergan chog'imizda o'xshamagan unumlar hosil bo'ladi degan gap. Biz yana ko'rib boqaylik. Ba'zi qolsa xuddi bir narsalarni o'yib chiqarayotgandek birlar chiqibdi. Buni qanday qildik degan chog'da, buni ko'rib boqaylik. Bu asoslari shu shaklning ichidagi birinchisi bu xil holatdaydi. Bu xil holat orqali men buning orliqlarini tanishalayman, cho'ng kichikligini tanishalayman, buning cho'nqurligini tanishalayman, qiyinligini tanishalaymiz degandek. Shu orqali biz o'xshamagan o'zimiz yoqtirgan unumlarga erishsak bo'ldi degan gap. Bu unumlar tugadi, endi keyingi unum qarab boqaylik. Bu unum qarsak bu chaqmoq yana bir xil unum paydo bo'ldi. Bu unum qanday bo'ldi degan chog'da, bu shu aloqa belgilar vujudning ichidagi yana bir xil ayniksman parchalar tenga o'xshash bir xil holatgan. Buni o'zgartirish orqali masalan buningki cho'ng kichikligini tanishinglar bo'ladi. Qancha cho'nglatsangiz buning aslo holati shuncha o'zgarib ketishi ko'rinadi. Agar eng cho'ng holatga kelsangiz butunlay bir abstrakt bir xil holat. Aslidagi rasm bilan aloqasi yo'qdek bir holat paydo bo'ldi. Muvofiq tanishigan jarayonda mana bu xuddi Picassoning rasmiga o'xshash alohida bir unum paydo bo'ldi degan gap. Mishlarni har kim tanishsangiz bo'ldi, yorug'lik darajasi, qiyinchilik darajasini tanishish orqali o'xshamagan unumlarga erishalaysiz degan gap. Ham buning qarsak xuddi bir xil yana bir xil moy bo'yoq rasmiga o'xshash bir xil shakl chiqibdi. Ham buni ko'rib boqaylik. Bu nima degan chog'da yana bu san'atlik unum ishidagi mana qalam, bu xil qalamning uslubi degan gap. Masalan, cho'ng kichikligini tanishish orqali masalan biz buning shakllarini o'zgartiramiz yoki shu belgilarning har xil shaklarini yo'nalishtirib cho'ng kichikligini tanishish orqali o'xshama unumga erishamiz degan gap. Buni ko'rib boqsangiz bo'ladi. Undan boshqa bu unumni ko'rib boqaylik. Bu unumni boshqa bir qisqalik unumga bu unumni ko'rib boqqan chog'imizda buni chekib ko'rib boqsak, ana bu xil holat. Bu nima degan chog'da buningdagi boshliq yog'och qo'ygandek bir holat deydi. Buningmi o'sha parametrlarni tanishish orqali o'sha unumlarga erishalaysiz. Bu aslidagi rasm, lekin buni unum bergandan keyingi holati degan gap. Men buni qisqartirib aytib turay. Undan boshqa yana bir unum bor. Buni ko'rib boqaylik. Buning qarsak g'alaytili bir xil. Bu nima degan chog'da yana san'atlik unum ichidagi shu plaster, nima deymiz? Shu xil holatda qilgan holatda edi. O'zgartirish xuddi maysurga qo'ygandek yoki sulyollarni qo'ygandek bir xil holatda o'yinchiq holatdagi bir holat. Men buni jazmlashtirib oldim. Lekin bir diqqat qilsak bo'ldi, biz buni hozir cheksak, buning chochlari bilan unum bo'lib ketdi. Lekin men buni hozir bekor qilayotgandan keyin chochlarda bunda unum yo'q. Bu nima ish degan chog'da men diqqat qilsak bo'ldi, maska qaviti. Asli maska qaviti biz qog'ozlarni olsak oq holat turdi, bu holatda qora turdi. Bu nima degan chog'da masalan o'xshash. Men buni holat ijro etib turay. Men agar bu holatninkini endi mush holatlarni boshqacha bermoqchi bo'lsam qanday qilaman degan chog'da men hozir musha maska qavatni tanlab turib, oq taglik va qora taglikdan foydalanib turib, men bu yerga hozir ikkisi almashtiray yoki x knopkasini bossam bo'ladi. Undan keyin men buni butunlayla Alt va delete knopkasini bossam asli holat, ya'ni maska yo'qdek holat keldi. Endi lekin men bu yerda rasm qalami orqali, oq bo'yash orqali ba'zi unumlarga erishalayman degan gap. Men cho'ng kichiklikni muvofiq tanishib turib, buninkini yumshoqroq qilay qirlarni. Undan keyin o'zgartirsam bo'ladi degan gap. Masalan, men buning badallarini o'zgartirish orqali nima degan chog'da siz shu maska qavatlar orqali o'zingiz unumga erishmoqchi bo'lganlarni ocha olasiz yoki ko'ra olasiz, tahlil olasiz degan gap. Shunga bu intayin qulaylik. Buni shunga o'zingizni ahvol qilib turib, qaysiga unum beraman, qaysiga unum bermayman, shular asosan shu mashg'ulotlaringizni olib borsangiz bo'laveradi degan gap.